Italyanlarning bu delikates taomini iste'mol qilish uchun eng kamida Covid kasalligidan tuzalmagan bo'lishingiz kerak. Chunki ta'm bilish va hid bilish organlaringiz ishlasa, bu taomni aslo iste'mol qila olmaysiz. Erjonning talablariga binoan bu delikates taomni o'zbekchasiga tayyorlab ko'ramiz. Muzdakkina tuzli suvga tozalangan mol qorni yoxud oshqozonni nima deb atasangiz o'shani bir qaynatib suvini to'kib tashladim. Idishga qayta suv to'ldirib, naq 4 soat qaynatibman. Xohlagan usulingizni to'g'rab oling. Bir bosh piyozni yaxshilab maydalab, ziravorlar va tuz bilan qovurdim. 2 dona pomidor hamda bulg'or qalampirini ham to'rtburchak qilib to'g'rab qo'ydim. Qizargan piyozlar ustidan avval qorinni, pomidorni, bulg'or qalampirini solib, yana yaxshilab qovuramiz. Endi esa lavr yaprog'i, murch, bir qoshiq tomat pastasi hamda taxirini olish uchun shakar solamiz. Og'zini yopib 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Tayyor bo'lishiga 10 daqiqa qolganda 2 donagina chesnakni ham maydalab solib tagiga olmasligi uchun yarim stakangina suv quyish esingizdan chiqmasin. Va nihoyat delikates taomimiz tayyor. Erjonning aytishlariga qaraganda hamma narsa o'zbekchasiga mazali.